Dahshatli fojia. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Andijonda uka o'z akasini bolta bilan o'ldirdi. Sud akaga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini bekor qildi. Chunki ma'lum bo'lishicha, qotillikka qo'l urgan shaxs 2020-yilda bosh miya qon tomiri kasalligi bilan og'rigan va viloyat psixnevrologiya dispanseri hisobiga olingan. Shundan so'ng u yerda statsionar tartibda davolanib, akasi va yangasi bilan bir uyda yashab kelgan. Sud hujjatiga ko'ra, aka va uning xotini ukasiga ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirish haqida aytgan. Sudlanuvchi bundan nafratlanib, ularni o'ldirish payiga tushgan. Mudhish fojia 2025-yil 18-oktyabr Andijon shahri Cho'lpon 100-yilligi mefedida yuz bergan. Uka hovlida turgan boltaning kesuvchi qismi bilan akasining boshiga zarba berib, o'limiga sababchi bo'lgan. So'ngra u uyda yashirinib olgan. Yangasini o'ldirish uchun eshik oynasini sindirgan va o'sha paytda bolta sopidan chiqib ketgan. Shundan keyin uka bolg'a bilan uyga kirib, yangasining boshiga bir necha marta urgan. Ayol xonadan tashqariga chiqib, atrofdan yordam so'ragan. Qo'shni ayol yordamga kelib, sudlanuvchining qo'lidagi bolg'ani olib qo'yishga erishgan. Sudga oid psixoterapiya ekspertizasi xulosasiga ko'ra, sudlanuvchi jinoyat sodir etayotgan paytda o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmagan. Shuningdek, xulosada to'g'ri ko'rsatuv berish, guvohlantirish va boshqa tergov hamda sud harakatlarida ishtirok etishga qodir emas deb topilib, respublika kuzatuvi kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolanish tavsiya etilgan. Sudda marhumning o'g'li ko'rsatma berib, amakisini 2006-yildan buyon ruhiy kasallik bilan og'rib kelishini bilishini, sudlanuvchiga qonuniy javobgarlik belgilanishi, moddiy yoki ma'naviy zararlar bo'yicha da'vosi yo'qligini bildirgan. JIB Andijon shahar sudining 18-dekabrdagi ajrimi bilan sudlanuvchi jinoyatni aqli noraso holatda sodir etgan deb topilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi bekor qilindi. Shuningdek, sudlanuvchining respublika kuzatuvi kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy tartibda davolanishi belgilandi.